Xalqaro ekspertlarning tahliliga ko'ra, bugun jahon energetika sektori jadallik bilan o'sib bormoqda va uni yanada rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bu borada uran juda muhim strategik xom ashyo sifatida tarmoq rivojida katta rol o'ynaydi. Uran atom energetikasining asosiy energiya manbai bo'lib, dunyodagi elektr energiyasining qariyb 20% ni tashkil qiladi. Ahamiyatlisi, bugun o'zbek urani deya jahon bozorlarini zabt etayotgan mahsulot ushbu ulushda katta o'rin egallaydi. O'zbekiston jahon uran qazib olish sanoatida o'z o'rniga ega bo'lgan mamlakatlar qatorida bo'lib, atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning faol a'zosi hisoblanadi. Xalqaro agentlikning navbatdagi texnik kengash yig'ilishi Samarqand shahrida bo'lib o'tdi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik tog' kon sanoati va geologiya vazirligi hamda Navoiy uran davlat korxonasi hamkorligida qum toshli turdagi uran konlarini izlash va qazib olish sohasidagi yutuqlar va innovatsiyalar mavzusiga bag'ishlandi. Yig'ilishning ochilish marosimida vazir o'rinbosari so'zga chiqdi va tadbir ishtirokchilariga o'zaro hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirdi. Tadbirda agentlikning uran resurslarini ishlab chiqarish bo'yicha texnik rahbari Adrianna Henki so'zga chiqib, O'zbekiston bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlikni yuqori baholab, uran qazib olish sohasidagi ilmiy texnologik salohiyatni rivojlantirishdagi muhim qadam sifatida ta'kidladi. Shuningdek, Navoiy uran davlat korxonasi vakili korxona faoliyatiga bag'ishlangan taqdimot bilan ishtirok etdi. Texnik kengashning sessiyalarida uran qazib olishning zamonaviy texnologiyalari, qum toshli turdagi konlarni o'zlashtirishdagi ilg'or xalqaro tajribalar va innovatsion yondashuvlar muhokama etildi. Xususan, birinchi kun sessiya davomida mutaxassislar qumtosh turdagi konlarning umumiy tavsifi, qit'a miqyosidagi qumtosh havzalarini xaritalash, rol turdagi uran tizimlarida meteor suvlarning infiltratsiya jarayonlari haqidagi yangi ma'lumotlar, shuningdek energetik o'sish sharoitida minerallarga bo'lgan ortib borayotgan talabni qondirish maqsadida uran qidirish ishlarini takomillashtirish masalalari bo'yicha fikr almashdilar. Part of General Atomics from the United States of America. Xalqaro atom energetikasi agentligi, O'zbekiston Respublikasining tog' kon sanoati va geologiya vazirligi hamda Navoiy uran davlat korxonasining homiyligida tashkil qilinayotgan ushbu yirik anjumanda qatnashib turish biz uchun yuksak sharaf va tarixiy O'zbekistonda bo'lishimiz biz uchun albatta katta sharaf bag'ishlaydi. Bizning O'zbekistondagi ushbu tadbirda ishtirok etishimiz doirasida bizning hamkorlarimiz bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qum toshli uran konlarini o'zlashtirish bo'yicha sho'ba korxonamiz va Avstraliyada ham ushbu faoliyatni amalga oshirayotgan Heathgate Resources kompaniyasining vakillari, texnik rahbarlari bilan ishtirok etib turibmiz va bu yerdagi mavjudligimiz, bu tadbirda ishtirok etishimizning asosiy maqsadi O'zbekistondagi sohaga oid amalga oshirayotgan ishlar bilan tanishish va salohiyatli loyihalar haqida ma'lumotga ega bo'lish. Biz umid qilamizki, uzoq yillar davomida biz ushbu o'lkadagi Navoiy uran davlat korxonasi bilan teng manfaatli hamkorliklarni ham yo'lga qo'yamiz. Tadbir doirasida soha vakillari Navoiy uran davlat korxonasiga tashrif buyurib, atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning texnik kengashini ishini davom ettirishdi. Tadbirda dunyoning 25 dan ziyod mamlakatlar vakillari, xalqaro ekspertlar, soha olimlari va mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbir uran geologiyasi qazib olinishida ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ilmiy tajriba almashish masalalariga bag'ishlandi. Kunning birinchi yarmida mehmonlar Farhod madaniyat saroyida bo'lib o'tgan taqdimotda ishtirok etishdi. Anjumanda korxonani ishlab chiqarish jarayonlarini va so'nggi yillarda erishilgan yutuqlar haqida hikoya qiluvchi video taqdimot namoyish etildi. Shuningdek, korxona mutaxassislari uran geologiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot va qidiruv ishlariga oid taqdimot bilan chiqish qildilar. It is a privilege to be here in Uzbekistan to see new formations, new geology and to get a greater understanding. Biz ushbu go'zal O'zbekistonda tashkil etilayotgan
tadbirda qatnashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Bu yerda biz dunyoning boshqa mintaqalaridan farqli o'laroq O'zbekistonning o'ziga xos bo'lgan geologiyasi, geografiyasi va har xil qum toshli va boshqa turdagi ma'danlarning xususiyatlari va ularning joylashishi, shakllanish tarixi haqidagi juda ham qiziqarli ma'lumotlarni mahalliy hamkasblarimizdan bilib olyapmiz. Bu yerdagi ma'lumotlarning bizga ochiqlanishi, ma'lumot berilishi, tushuntirilishi chindan ham qiziq va sohamizga xos geologiyaning xususiyatlaridan kelib chiqib biz bir-birimizni aniq tushuna olyapmiz. Geologiya nuqtai nazaridan yangi yondashuvlarni qo'llagan holda qum toshli uran konlarini o'zlashtirishdagi tajribalarimizni birgalikda qo'llagan holda biz umid qilamizki, dunyo bo'ylab bu O'zbekiston tajribasi ham qo'llaniladi va birgalikda O'zbekiston hamkorlari bilan ham biz qo'shma loyihalarni amalga oshirishda tilak bildirib qolamiz, umidvor bo'lib qolamiz. Tashrif davomida mehmonlar muzeyida korxona tarixiga nazar tashladilar. Ular yurtimizda uran qazib olishning ilk bosqichlaridan to bugungi zamonaviy texnologiyalar asosidagi ishlab chiqarish jarayonlarigacha bo'lgan bosqichlar bilan tanishdilar. Mehmonlar korxonadagi ishlab chiqarish madaniyati, geologik qidiruv ishlariga ilg'or innovatsion yechimlarni joriy etish, xodimlar salohiyatini oshirishga qaratilgan tizimli ishlarga yuqori baho berdilar. Bu kabi xalqaro hamkorlik tadbirlari O'zbekiston uran sanoatining nufuzini yanada oshirish, ilmiy tajriba va innovatsion yechimlar almashinuviga xizmat qilmoqda. Xalqaro texnik yig'ilish ishtirokchilari kunning ikkinchi yarmida Navoiy uran davlat korxonasining dala maydonlarida bo'lib, amaliyot jarayonida geologik tadqiqotlar va ilmiy tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Tadbir nima uchun aynan O'zbekistonda, bizda Navoiy uranda tashkil etilgan? Chunki tadbirning asosiy yo'nalishi, asosiy mavzusi bu qum toshli turidagi uran konlarida qazib olish va geologiyani yoritib berish hisoblanadi. Hammamizga ma'lum, aynan qum toshli turidagi uran konlari bo'yicha respublikamiz 60 yildan o'zining 60 yillik tajribasiga ega. Shuning uchun aynan O'zbekiston, aynan Navoiy uran davlat korxonasi tanlangan deb bilaman, chunki tajriba almashish aynan qum toshli turdagi uran konlarini qazib olish, ya'ni ishqorlash usuli yaratilgan. Mana shu bizni yurtga tashrif buyurishgan, tajriba almashyapti. Biz o'zimizning tajribalarimizni, o'zimiz olib borayotgan ishlarimizni, sohaga berilgan e'tibor, bugungi kundagi barcha qilinayotgan ishlarni tashrif buyurgan mezbonlarga, mutaxassislarga ko'rsatib, yoritib bermoqdamiz. Xalqaro hamkorlik, seminarlar, yig'ilishlarni ko'paytirish kerak. Bu tajriba almashish ham o'zimizga kelgan xorijiy hozir hamkorlarimiz kelgan, ular bilan tanishib, ularga o'zimizning imkoniyatlarimizni tanishtirish imkonini beradi. Tajriba almashishni beradi, yoshlarga ham o'rnak, ham dars bo'ladi. Tashkillashtirilgan tadbirda hozir mutaxassislar hayratda so'nggi yillarda olib borilayotgan aynan uran geologiyasi, umuman geologiya qidiruv ishlariga olib borilayotgan e'tibor, so'nggi yillardagi islohotlar, zaxiralar o'stirilishi, bularning hammasidan tashrif buyuruvchilar hozir mamnun. Bizdan olib ketayotgan tajribalar, ancha tajribalar bor. Biz ulardan zamonaviy tajribalarni o'rganyapmiz. Kelishib olinyaptiki, hamkorlikda loyihalar qilish, tashriflar olib borish, konlarga tashriflar olib borish rejalashtirilgan. Yangi O'zbekiston o'zining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshirish davomida barcha sohalarda ulkan islohotlar olib borilmoqda. Navoiy uran davlat korxonasi mamlakatimizda tabiiy uran va noyob metallarni qazib olish, qayta ishlashga ixtisoslashgan yagona hisoblanadi. Hozirgi kunda korxona tabiiy uranni 11 ming gektarlik hududdagi 23 ta tabiiy uran konlari hamda 6 ta geotexnologik konlarda qazib olinmoqda. 2030-yilgacha uran zaxiralarini 100 ming tonnaga ishlab chiqarishni 3 barobarga oshirilishi belgilangan. Bugungi kunda ishlab chiqarishning ushbu parametrlarni so'zsiz bajarish bilan birga samarali ishlab chiqarish texnologiyalarini va zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini joriy etish, moddiy texnika va moliyaviy mehnat resurslaridan samarali foydalanish, ijtimoiy himoyasini ta'minlash va malakasini oshirishni tashkil etish. Bir so'z bilan aytganda, korxona transformatsiyasini jadallashtirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Hozirda Tog' sanoati va geologiya vazirligi, Navoiy uran hamda MAGATE tashkilotlari o'rtasida 3 kun 4 kundan beri ilmiy texnik seminar bo'lib o'tmoqda. Neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruv instituti tomonidan va Navoiy uran birgalikda innovatsion biz yechim taklif qildik va ko'rsatib o'tdik. Bunda
innovatsion yechimda modellashtirish, konning modelini yasash va uni to'g'ri foydalanish, konga nechta quduq qazib, undan qanchalik samarador foydalanish borasida o'zimiz takliflarimizni ko'rsatdik. Jahonning boshqa korxonalaridan, boshqa kompaniyalardan kelib, o'z fikrlarimizni almashdik. Mehmonlar Uran geologiyasi markaziga qarashli Janubiy Bukunay dala maydonida olib borilayotgan geologik qidiruv ishlari bilan tanishdilar. Korxona geologlari ularga hududda amalga oshirilayotgan qidiruv va resurslarni baholash ishlari, uran zaxiralarini oshirish bo'yicha qo'llanilayotgan usullar hamda qum toshli turdagi uran konlarini izlash va o'zlashtirish sohasidagi ilg'or innovatsion yondashuvlar haqida atroflicha ma'lumot berdilar. Nawai Ulan, Minister of Mining Industry and the Geology, and also of course IAEA. Bugungi kunda bu tashkilot doirasidagi yig'ilishimizda biz ko'p nazariy anjumanlarda ishlanmalarni ko'rdik va bugun amaliy qismida Navoiy Uranning ishlab chiqarish maydonida to'g'ridan to'g'ri qatnashib o'z ko'zimiz bilan shu ishlanmalarni ko'ryapmiz. Navoiy Uran oxirgi yillarda keskin o'zining ishlab chiqarish hajmlarini oshirdi. Men bu bilan kompaniyani qo'llab-quvvatlayman va sizlarga keyingi yana ham istiqbolli rejalarni, maqsadlarni o'z oldingizga qo'ygansizlar va bunga erishishga muvaffaqiyatlar tilayman. 60 yillik tarix O'zbekistondagi Navoiy Uran davlat korxonasida Xitoy Xalq Respublikasida ham uran qazib olish, ayniqsa qumtoshli konlarni o'zlashtirishda yirik tajriba orttirilgan. Hozir biz ikkala mamlakatimiz o'rtasidagi huquqiy, ya'ni aloqalar, ya'ni munosabatlarning asosi sifatida kompaniyalarimiz orasidagi hamkorlikni ham kuchaytirganmiz va ikkala tomonning tajribasi ikkala tomon uchun ham qo'l kelyapti. Biz bu hamkorlik yo'nalishida ilmiy hamkorlik qilish, izlanish va tajriba almashish amaliyotini davom ettiramiz. Sizlarning kelajakdagi faoliyat va ishlab chiqarish jarayonlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Qumtoshli uran konlarini izlab topish va geologiya qidiruv ishlarini amalga oshirishda zamonaviy, yangi, innovatsion yondashuvlarni hozir ishlab chiqilgan va ular qo'llanish arafasida turibdi va Qizilqum regioni hali qumtoshli konlarni topishdagi salohiyati hali yirik va biz ishonamizki, ushbu yondashuvlarni qo'llagan holda Navoiy Uran davlat korxonasi bu hududlarda yangi yirik konlarni topa oladi va ularni o'zlashtirishni ham yo'lga qo'ya oladi. More successful and happy. Thank you very much. We have been here in Uzbekistan today in the Navoiy area. Before that, Bu yil Samarqand shahrida tashkil etilgan qumtoshli uran konlarini o'zlashtirish, undagi geologiya qidiruv ishlarini tashkil etish, ularda samarali va istiqbolli yondashuvlarni qo'llash bo'yicha ma'ruzalar tingladik. 4 kun davomida unda dunyoning 26 mamlakatidan 100 dan ziyod mutaxassislar, ekspertlar o'zlarining tahliliy va ilmiy yondashuvlari bilan qatnashdilar. Juda ham keng ko'lamli ma'lumot almashuvlari bo'ldi. Uran qazib olishning yer osti usulini qaysi davlatlarda qanday qo'llayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar juda ham keng muhokama qilinib, almashildi. Bugun esa biz amaliy bu ishlarni ko'rish uchun Navoiy Uran davlat korxonasining ishlab chiqarish maydonida bo'ldik. Bu yerdagi geologiya qidiruv ishlari, lahmlarning olinishi, ularni qanday tahlil qilishi, ma'lumotlar va to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarishda qo'llanayotgan eng oxirgi ishlanmalarni o'zimiz bilan ko'rishga muyassar bo'ldik. Juda ham yirik, katta va salohiyatli komanda yig'ilgan. Navoiy Uranda albatta bu texnik xodimlar bilan Navoiy Uran o'zining oldiga qo'ygan barcha masalalarni, muammoli holatlarni va yechimlarni bartaraf qilib, ishlab chiqarish marralarini 100% amalga oshiradi deb ishonamiz. Ayni vaqtda Navoiy Uranda O'zbekistonda ko'rgan tajribamizni o'zimizni mamlakatimizga olib ketamiz. Tashrif davomida ishtirokchilar kern namunalarini ko'zdan kechirib, yer osti qatlamlarining litologik va mineralogik xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldilar. Bu jarayon xalqaro ekspertlarga qumtoshli uran konlarining geologik tuzilishi va uran minerallarining tarqalish qonuniyatlarini chuqurroq anglash imkonini berdi. Good morning, I'm Hugo Paulo. I'm a geologist from Geological Survey of Brazil.
MAGATE ya'ni Xalqaro atom energiyasi hamkorligi doirasida tashkil etilgan qum toshli uran konlarini o'zlashtirish va ularni geologiya qidiruvida zamonaviy innovatsion yondashuvlarning istiqbollari mavzusidagi xalqaro texnik yig'ilishda qatnashish doirasida bugun biz Navoiy uran davlat korxonasiga tegishli bo'lgan Janubiy Bukinay maydonida turibmiz. Bu yerda geologiya qidiruv ishlarining qo'shimcha qismlari olib borilayotganligi, qum toshli uran konlarini o'zlashtirish bizning mamlakatimiz uchun hali yangi qadamlar, bizda amaliyotda yo'qligi va biz bu yerdagi aniq amaliy ishlarni ko'rib, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, amaliyotlar davridagi tajribani bu yerdagi mahalliy konlarda ko'rib o'rganyapmiz va kelajakda shu mahalliy kompaniyaning xodimlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yish, ma'lumot almashish va tajriba almashishni ham yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Va men shu tadbir doirasida Navoiy uran davlat korxonasining ushbu obyektida bo'lib turganimdan albatta xursandman. Shuningdek, delegatsiya a'zolari Zafarobod kon boshqarmasiga qarashli 2-son geotexnologik konning 20-mahalliy sorbetsiya uchastkasini ham ko'zdan kechirishdi. Bu yerda mehmonlar uranni yer ostiga ishqorlash usuli orqali qazib olish texnologiyasining amaliyotdagi jarayonini kuzatdilar. Korxona texnologlari ularga ishqorlash jarayonida qo'llaniladigan kislorod va sulfat kislotasi miqdorini aniqlash, moddalarning yer osti qatlamlari bilan o'zaro ta'siri va uranni ajratib olish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy texnikaviy ma'lumotlar taqdim etdilar. O'zbekistonda mazkur tadbir doirasida qum toshli uran konlarini yer osti qazib olish usuli bilan faoliyat olib boruvchi yirik kompaniya Navoiy uranning ushbu obyektida biz hozir tanishuv jarayonidamiz. Bu tanishuv jarayonida biz uchun yangilik bo'lgan, amaliyotda bizning mamlakatimizda mavjud bo'lmagan ishlab chiqarish maydonini ko'rish biz uchun haqiqatan ham yangilik bo'ldi va bizning ushbu tashkiliy masalalar, ishlab chiqarishni tashkil etilganlik to'g'risidagi Navoiy uranning tajribasi haqidagi taassurotlarimiz juda ham keng. I am from Mongolia. So we are now gathered in Uzbekistan under IE activity on Xalqaro atom energetikasi agentligi va O'zbekiston Respublikasi tog' kon sanoati va geologiya vazirligi hamda Navoiy uran davlat korxonasi bilan birgalikda tashkil etilgan texnik yig'ilishda qatnashib turganimdan g'oyat xursandmiz. Ushbu yig'ilishimizda biz jahonda uran sanoati asosan qum toshli uran konlarini yer osti usuli bilan qazib olish mavzusidagi keng ishlanmalar, keng amaliyotlar haqida ko'p fikrlar almashdik. Dunyoning ko'plab mamlakatlaridan kelgan mutaxassislar va ekspertlar bilan. Bugun esa dasturimiz doirasida O'zbekistondagi yirik kompaniya, qolaversa jahon tan olgan yer osti qazib olish usuli bilan uran ishlab chiqarishda tan olingan yirik kompaniya Navoiy uranning ishlab chiqarish maydonlaridan birida turibmiz. Biz albatta bu jarayonlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Mamlakatimizda ham ushbu yo'nalishda geologiya qidiruv ishlarini olib borish va keyinchalik ushbu tabiiy uran ma'danini qazib olish yo'lida ham xalqaro hamkorlik doirasida harakatlar olib boryapmiz. Men o'ylaymanki, bu tajribani o'zimizning mamlakatimizda qo'llash ham xalqaro darajadagi hamkorligimizning tarkibiy qismi sifatida bu jarayonlarda o'zining katta hissasini qo'shadi va o'zining yordamini beradi. Tadbir xalqaro mutaxassislar uchun uran sanoatidagi zamonaviy geotexnologik ishlanmalarni o'rganish, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va tajriba almashishning muhim maydoni bo'lib xizmat qildi. Bu kabi amaliy tashriflar nafaqat Navoiy uran davlat korxonasining ilmiy salohiyatini namoyon etadi, balki O'zbekistonning uran qazib olish sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasidagi yutuqlarni jahon miqyosida tanitishga xizmat qilmoqda.